Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, fizika fanining ixlosmandlari. Bugun men sizlarga turli qarshiliklarni aniqlash mavzusidagi amaliy mashg'ulotni bajarib ko'rsataman. Har birimiz ushbu ko'rinishdagi mikrosxemalarni uchratganimiz aniq. Lekin ushbu mikrosxemaning asosiy elementlaridan biri hisoblanadigan rezistorlar haqida tushunchaga ega bo'lmasak kerak. Demak, bugungi mavzumizda ushbu mikrosxemalardagi rezistorlarning qarshiligini amaliy yo'l bilan aniqlashni o'rganamiz. Buning uchun ushbu mikrosxemalardan bir nechta rezistorlarni ajratib olamiz va ularning qarshiliklarini hisoblaymiz. Asosiy ma'lumotlar. Rezistor bu elektr zanjirida tok kuchi va kuchlanishini rostlash, boshqarish yoki cheklash uchun ishlatiladigan passiv element hisoblanadi. Rezistor qarshiligini hisoblash uchun R teng V taqsim I formuladan foydalanamiz. Bu yerda R rezistor qarshiligi, V kuchlanish, I tok kuchi. Rezistorning qarshiligini birligi ohm, kuchlanishning birligi volt, tok kuchining birligi esa amper deb qabul qilingan. Biz rezistorlarni qayerlarda uchratamiz? Oddiygina telefonning zaryadlash qurilmasida rezistor mavjud. Agar shu rezistorning qarshiligi katta bo'ladigan bo'lsa, undan kamroq tok o'tadi va telefonni zaryadlash uchun ko'proq vaqt sarflaymiz. Agar uning qarshiligi kichik bo'ladigan bo'lsa, undan ko'proq tok o'tadi va zaryadlash kamroq vaqtni oladi. Ventilyator, ya'ni havo puflagichda rezistor mavjud bo'lib, agar rezistorning qarshiligi oshiriladigan bo'lsa, undan kamroq tok o'tadi va aylanishi sekinlashadi. Agar rezistorning qarshiligi kichiklashtiriladigan bo'lsa, undan ko'proq tok o'tadi va aylanishi tezlashadi. Ishni bajarishdan maqsad noma'lum rezistorlarning qarshiligini aniqlash va uning qarshiligini pasportida yozilgan, ya'ni ranglar ketma-ketligidan foydalangan holda topilgan qiymat bilan solishtirish hisoblanadi hamda qarshilik nimalarga bog'liq? Ushbu savollarga javob topishimiz mumkin. Kerakli jihozlar: tok manbai, kalit, reostat, qisqich, rezistorlar to'plami, keramik taglik, ampermetr, voltmetr hamda turli xil qarshiliklar, simlar to'plami hamda ulovchi simlar kerak bo'ladi. Ishni bajarish bosqichlari: birinchi, rezistorlarning qarshiligini topish, qarshilikning tok kuchi va kuchlanishga bog'liqligini tekshirish. Ikkinchi, qarshilikning uzunlikka bog'liqligini o'rganish. Uchinchi, o'tkazgich qarshiligining ko'ndalang kesim yuziga va material turiga bog'liqligini tekshirishdan iborat. Demak, ishni bajarishni boshlaymiz. Quyidagicha elektr zanjirini yig'ib olamiz. Kalitni ulaymiz, ampermetr va voltmetrlarning ko'rsatkichlarini jadvalga yozib olamiz. Demak, voltmetrimiz 2 voltni, ampermetrimiz esa 0.14 amperni ko'rsatmoqda. Tok manbaining kuchlanishini o'zgartiramiz. Kalitni ulaymiz, ikkinchi holatdagi tok kuchi va kuchlanishni yozib olamiz. Demak, voltmetrimiz 4 voltni, ampermetrimiz esa 0.27 amperni taxminan ko'rsatmoqda. Kalitni ulaymiz. Ampermetr 0.42, voltmetrimiz esa 6 voltni ko'rsatmoqda. Jadvalda ko'rishimiz mumkin, qarshilikni, absolyut xatolikni, nisbiy xatolikni hisoblash formulalari avtomatik kiritilgan. Birinchi holatda qarshiligimiz 142.9 ohm, ikkinchi holatda 148.1, uchinchi holatda esa 142.9 ohmni ko'rsatmoqda. O'rtacha qarshiligi esa 144.6 ohmni ko'rsatmoqda. Xatoligimiz esa 2% ni tashkil qilmoqda. Demak, ushbu laboratoriya ishida biz xulosa chiqarishimiz mumkin. Ushbu rezistorning qarshiligi 144.6 ohmga teng, xatolik 2% ni tashkil qilmoqda. Endi ushbu qarshilikning qiymatini uning ranglari
orqali aniqlab olamiz. Rezistorning qarshiligini uning rangli halqalari orqali aniqlashni o'rganamiz. Demak, birinchi halqamiz bu bron rangga to'g'ri keladi. Bron bu ya'ni jigarrang. Birinchi qatorda turibdi, demak 1 yozamiz. Ikkinchi rangli halqamiz bu yashilga to'g'ri kelib turibdi. Demak, yashilni qaraydigan bo'lsa, yashil bu 5-qatorda joylashgan. Demak, ikkinchi soni bu 5 bo'ladi. Keyin 3-qatori bu yana jigarrang, ya'ni bronga to'g'ri kelib turibdi. Bron bo'lsa bu 10. Demak, 15 ni 10 ga ko'paytiramiz. Demak, buning qarshiligi 150 ohmni tashkil qiladi. 4-halqa esa bu xatoligi hisoblanadi, ya'ni rezistorning mumkin bo'lgan xatoligi hisoblanadi. Demak, rezistor bu yerda gold, ya'ni oltin rangda. Oltin rangimiz 5% ga to'g'ri keladi. Demak, ushbu rezistorning qarshiligi 150 plus minus 7.5 ohmni tashkil qiladi. Bizni olgan natijamiz bilan ushbu rezistorning pasportida ko'rsatilgan qarshilik bir xilligi isbotlandi. Tajriba natijalaridan foydalangan holda tok kuchi va kuchlanish orasidagi bog'liqlik grafikini chizib olsak, bu to'g'ri chiziq bo'lar ekan. Xulosa chiqarishimiz mumkin. Zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni o'rinli ekan. Ya'ni tok kuchi kuchlanishga to'g'ri, uning qarshiligiga esa teskari proporsionaldir. Endi esa qarshilikning uzunlikka bog'lanishini birgalikda tekshirib ko'ramiz. Buning uchun bizga reostat kerak bo'ladi. Demak, tok manbayining musbat qutbini ushbu qismga ulasak, bu yerdan tok kelib, ushbu qismdagi simlardan aylanib reostatning jilgichidan chiqadi va bu qismdan tok manbayining manfiy qutbiga qarab tok o'tib ketadi. Demak, zanjirni yig'ishni boshlaymiz. Zanjirni yig'ib oldik. Birinchi holatda ampermetr va voltmetrlar qanday qiymatni ko'rsatishini topib olamiz. Kalitni ulaymiz. Demak, voltmetrimiz 1 voltni, ampermetrimiz esa 1.2 amperni ko'rsatmoqda. Endi esa reostat jilgichini suramiz. Chap tarafga qarab, bunda simning uzunligi ortdi. Uchinchi holatga qo'yamiz. Kalitni ulaymiz. Voltmetrimiz 2.5 voltni ko'rsatmoqda, ampermetrimiz esa 0.4 amperni ko'rsatmoqda. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak, simning uzunligini oshirib borgan sari qarshiligimiz 0.183, keyin 2.186 va 3-holatda 6.125 ohmni tashkil qildi. Demak, o'tkazgichning qarshiligi uning uzunligiga to'g'ri proporsional ekan. Uzunlik ortsa, uning qarshiligi ham oshar ekan. Keyingi holatga o'tamiz. Demak, ushbu holatda biz o'tkazgichning qarshiligini uning ko'ndalang kesim yuzasiga bog'liqligini tajribada aniqlab ko'ramiz. Buning uchun ushbu laboratoriya jihozidan foydalanamiz. Demak, biz ikkita nixrom simdan, ya'ni 1 mm hamda 0.5 mm nixrom sim hamda 0.5 mm mis simning qarshiliklarini birgalikda o'lchab ko'ramiz. Demak, jarayonni boshlaymiz. Tok manbayidan kalitga ulaymiz.
Demak, zanjirni yig'ib oldik. Endi esa kalitni ulab, ampermetr va voltmetrlarni ko'rsatkichlarni yozib olamiz. Demak, ampermetrimiz 0.5 amperni, voltmetrimiz esa 2 voltni ko'rsatmoqda. Endi esa 0.5 mm diametrli nixrom simning qarshiligini o'lchab ko'ramiz. Demak, kalitni ulaymiz. Voltmetrimiz 1.5 volt. Tok kuchimiz 0.3. Endi esa 0.5 mm mis simning qarshiligini hisoblab olamiz. Zanjirni yig'ib oldik, kalitni ulaymiz. Demak, voltmetrimiz 0.2 voltni, ampermetrimiz esa taxminan 0.7 amperni ko'rsatmoqda. Olingan natijalarni tahlil qilib olamiz. 1 mm diametrli nixrom simning qarshiligi 4 ohm, 0.5 mm nixrom simning qarshiligi esa 5 ohmni tashkil qildi. Xulosa chiqarishimiz mumkinki, agar o'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzasi kichik bo'lsa, uning qarshiligi katta bo'lar ekan. Endi 0.5 mm nixrom simning qarshiligi 5 ohm, 0.5 mm mis simning qarshiligi esa 0.3 ohmni tashkil qildi. Xulosa chiqarishimiz mumkin, o'tkazgichning qarshiligi uning materialiga ham bog'liq ekan. Demak, umumiy xulosa, o'tkazgichning qarshiligi uning materialiga, ko'ndalang kesim yuzasiga va uzunligiga bog'liq bo'ladi. Ushbu laboratoriya ishini mustahkamlash uchun sizlarga ikkita topshiriq berib o'taman. Birinchi topshiriq, uyingizda ushbu ko'rinishidagi mikrosxemalar albatta mavjud. Bu turli xil buzilgan o'yinchoqlar ichidan yoki elektronika jihozlari ichidan topishingiz mumkin. Ushbu mikrosxemalarda joylashgan rezistorlarning ularning halqasidagi ranglariga qarab qarshiliklarni aniqlang. Keyin qarshilikni qiymati uning hajmiga qanday bog'liq? Ikkinchi topshiriq, bu qalam o'zgaruvchan rezistor. Demak, oddiy oq qog'ozga biz qalam bilan bitta to'g'ri chiziq o'tkazamiz va to'g'ri chiziqni ikkita uchini ampermetr hamda voltmetr oddiygina galvanik elementlar yordamida qarshiligini aniqlaymiz. Endi esa ushbu qalam chizilgan chiziqni yo'g'onroq holatda chizamiz va qarshiligini aniqlaymiz. Keyingi holatda esa uning ma'lum bir qismlarining qarshiliklarini hisoblab chiqamiz va xulosa chiqaramiz. Qarshilik uzunlikka qanday bog'liq hamda uning ko'ndalang kesim yuzasiga qanday bog'liq? Javoblarni izohlarda yozib qoldiring. Ushbu laboratoriya ishini bajarishda men 8-sinf fizika Cambridge darsligidan, sxemalarni chizishda ushbu dasturdan, taqdimotni yaratishda canva.com saytidan hamda turli xil sun'iy intellekt saytlaridan foydalandim. Xulosa, ushbu laboratoriya ishini bajarib biz quyidagicha xulosalarga ega bo'ldik. Har bir rezistorning qarshiligi uning materialiga, uzunligiga hamda ko'ndalang kesim yuzasiga bog'liq hisoblanadi. Demak, qanchalik uzun bo'lsa, uning qarshiligi shunchalik katta bo'ladi. Ya'ni qarshilik o'tkazgichning uzunligiga to'g'ri, ko'ndalang kesim yuzasiga esa teskari proporsionaldir. Agar qarshilikning qiymati katta bo'lsa, undan kamroq tok o'tadi. Bu zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni edi. Demak, zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni tajribada o'z tasdig'ini topdi. Shuningdek, o'lchov jarayonida kichik xatoliklar vujudga keldi. Ya'ni biz nazariy jihatdan olgan ma'lumotlar bilan amaliy jihatdan bajarib topgan qiymatlarimiz bir-biridan ozgina farq qildi. Demak, bu shuni ko'rsatadiki, o'lchov asboblarida xatoliklar mavjud bo'lib, bular bizni oladigan natijamizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning bilan bugungi laboratoriya ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Taklif va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.